Assalomu alaykum ustakalar. Mana keramik ishlarini ham bajaryapmiz. Mana bu yerlar aylanaydi. Bu yerlarga mana bunday qilib yechim qilib berdik. O'sha figura o'z o'rnida qolyapti. Bu yerga 8, 6 bort ishlatyapmiz. Bularni ham 45 gradus sharhlab burchak qilib chiqarib beryapmiz. Mana ular faska bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. Burchaklar joyida. Tarzonamiz ham bitib qoldi. Tegalarga po'kak tegi ishlatganmiz. Zinani yonboshdan ko'rishingiz mumkin. Tashqariga bo'rtib chiqqan. Mana bu holatni yo'qotmadik. O'sha figurani faqat qirrali qilib olib tushib beryapmiz. Bu yerga podsvetka qo'yib yuborsa ham bo'laveradi, lekin klient xohlamadi podsvetka bo'lishini. Lekin mana shu fasonda tagiga podsvetka qo'yib yuborsangiz juda chiroyli fason chiqadi.